Bizdeki tırışan karxançı, yani özünün ilgili var şirketi var, yani şu Yolber aile mülazimetçilik şirketindeki koruyucusu Aygül Hanım. Bizim tunuşkulu uzun bulaptı, özün ayetimiz canlılık bu yemenden igiz degendek. Ayeti özüm bilsek, eğer besek turvatı da hem demiş, eğer besek bilen nemelerini davetidu, bizim bir beratlik doyun akmaydan terbiyeleş değersimiz katmış arkalık nemelerini es kıldı. Özündeki eğizi bir anlap bakayla, ondan olsa bir təsiratımızı bir ortaklaşkan bolsak. Yaxşımsızlar, ekran aldıqki, suyumluk dostlar. Ben dostumlar Aygül. Ben 7 gün şu muattar malımның doyun tərbiyələş dərsiga qatnışıb, nurgulğan nəslərini his qıldım. Bulup mu pul tepişdise çoxum bir qiymat almashtırıcı bu. Yani setişdən ibaret bir nəsə. Gep satamızaq hiç nə satqıl bolmaydı. Yani pul mu tapqıl bolmaydı. Malımızga yana natıqlıq. Gep setişini öğretti. Ondan başka şu ticaretimizni, ekran yüzlendirişini, torga ap çıkışını, şunlarla birleştirip özümüzün ticaretini texmi yaxşı qilishni öğütüp çıktı. 7 gün jarayonida men ders öğrenip özümün şu ticaretimni, ekranga yüzlendirishni öğrendim. Malımda öğrengen bu derslerimni ekranga yüzlendirishga tirishma. Malım ovoz bitib qolguncha bizga yurkidan chiqarib, men shunaq darslarni o'tib berdi. Malımga uzun ömür, salomatlik tilayman. Rahmet. Ders bu yaqrak nima bu qaşmay bir yaqrak turib bir chiqib olaysiz ekranga deyman. Haqiqatan Yürekten çıkış degan tunji darsda men his qilishda bir narsa o'tgandim, to'g'rimi? Hamma shu his qilishda bir narsa o'tgan. Haqiqatan bu yomon narsa deb o'zimni uqib turib o'rgatgan bu his qilish muhim deb. Emniyette bugün naqmaydan uzamni bugünü qilib so'zgil qo'ysam uzamni kasbini tushundiramagan talab azizlar. Aygül Hanım şu nayt qishin olgan. Lekin men his qilgan narsa chiqagan vaqtida bu jang tinmay nayt yaxshi chiqyapti demak, his qildira olapman deb o'yladim. Haqiqatan bir yerlarga bir tegmasa hargiz men eg'izim chiqmaydi bu yerda men zo'rlab bu yerda bir deprem yaşki eg'izma ekran chiqib yalg'alatim bo'lsam desammi, hargiz chiqmaydi yurakdan. Nayt yaxshi so'zlarni qilib, men nayt yaxshi taqdirnom bilan akapsiz, Guldan akapsiz nayt xush bo'ldim. Bunu şundaq hamda mayli şirkat bo'lsin, mayli oshxona, mayli kiyim kechak, mayli nima soha bilan shug'ullaning, mayli shu qanday kasb bilan shug'ullaning, to'g'riga yuzlantiradigan har qanday bir do'stlar bo'lsanglar, do'yin o'gnaydigan do'stlaringiz bo'lsanglar, ishkilanmay bir kelib yiqing. Sizdan buni shundaq rozi qilishga men kapolat bera olaman. Olgan pulingizni nechasi ortiq sizga qaytarib berishga mening ishonchim bor. Shunga do'yin o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, shu inkas rayoniga do'yin o'yinman deb yozib qo'yish bilan birga ayrim xonamga do'yin o'yinman deb yozib qo'ying. Necha kun lekin bizniki do'yin naqmaydan tarbiyalash darsimiz yana boshында 7 kun munduzun tarbiyalayman, bir tarbiyalayman. Undan olsa ayrim xona saqlayman shularni. Saqlaydim. Men muattar malımni tanlab xatolashmadim. Sizin cho'qim xatolashmaysiz. Sizin cho'qim xatolashmaysiz, juma. Men izdan. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat.